Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve sahabi ecma'in. Amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala'dan yordam so'rab, tafsir dersimiz devam etkizamiz. Baqara surasining 5-oyatiga to'xtalgan ekanmiz. Bismillahirrahmanirrahim. Baqara surasining 5-oyati. Ulaika ala hudan min rabbihim ve ulaika humul muflihun. Ma'nosi: taqvodor bo'lgan insonlar Robbilari tarafidan hidoyatdadir. Va ulaika humul muflihun. Taqvodor bo'lgan insonlar ular najot topgan insonlardir, deyapti Alloh taolo. Alloh taolo mana bu oyatda taqvodor bo'lgan insonlarga ikkita xush xabar beryapti. Birinchisi ulaika ala hudan min robbihim. Birinchi xush xabar taqvodor bo'lgan insonlar Robbilari tarafidan hidoyat topgandir, deyapti Alloh taolo. Inson Alloh tarafidan hidoyat topishligi eng katta xushxabar. Alloh taolo qaysi bir insonni hidoyat qilsa, uni adashtiruvchi yo'q. Agar Alloh taolo adashtirsa, uni hidoyat qiluvchi yo'q. Allohim bizlarni hidoyat topganlardan qilgin. Allohim bizlarni adashganlardan qilmagin. Allohim adashib yurganlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgin. Ikkinchi xushxabar va ulaika humul muflihun. Taqvodor bo'lgan insonlar ular dunyo va oxiratda najot topuvchilardir, deyapti Alloh taolo. Dunyodagi najot qanday? Alloh taolo taqvodor bo'lgan insonlarni gunoh ma'siyatlardan Alloh taolo saqlab qo'yadi. Mana bu dunyodagi najot. Oxiratdagi najot qanday desa, Alloh taolo taqvodor bo'lib hayotda yashagan va mana shu taqvo bilan hayotda o'tgan insonlarni Alloh taolo ertaga qiyomat kuni Alloh taolo jahannamdan Alloh taolo saqlaydi. Mana bu oxiratdagi saqlashlik. Alloh taolo hammalarimizni muflihun, dunyo va oxiratda najot topuvchi insonlardan qilsin.